2009-yil ishlab chiqarilgan Captiva avtomobili. Captiva 1 3 litrli atmosferik motor bilan jihozlangan. Mashinaning kraskasi radnoy ekan. Ikkitalab gaz balonlarigacha bor ekan, metan. Xo'p. Balon holatlari juda ham zo'r. Zavodskiy diskalarda, mana shu laboyni mana shunaqa joyida. Mana prishinasi bor ekan. Yurgan probegi ham zo'r mashinani. Bitta mayda juda viatinalari bor. Lekin hamma yog'i yaxshi holatda turgan. Captiva 1 holiganlar uchun 154 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Avtomat korobka ABS'largacha bor. AVD'li shu oldi orqa tortadigan hamma narsasi bor. Xo'p, radnoy kraska ekan. Motorlari zo'r ekan, hech qanaqa moy-poy bu narsani yemas ekan. Bemalol hamma yoqni ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bitta menimcha xarajati gulshitr pirillayapti. Iloji bo'lsa gulshitrini shu bitlariga qarab olsangiz, zo'r ish kelgan bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi holatda turgan Captiva avtomobili olib maza qilib haydashingiz uchun mashinasizlarga 5450 ga berib yuboramiz, bosib olinglar.